sizlarga bitta malyar bir kunda 59 million topadi desam, ishonasizlarmi? Ya'ni 59 million 940 ming so'm. Shuni amalda ko'rsatib beramiz, isbotlab beramiz. Xo'p, bitta malyar valikda ishlaganda 20 ming so'mdan bir sloyini kelishib, bir kunda 9 soat ishlaganda bir kunda 400 metr kvadrat ob'yom yopadi. Bir kunda. Shunda 20 ming so'mdan 400 kvadratni ko'paytirilganda 8 million so'm pul chiqyapti. Bu valikda ishlatganda. Ana endi sizlarga kraska pultni hisoblab beramiz o'rtoqlar. Kraska pultda ham xuddi shunday holat. 9 soat ishlaydi, 20 ming so'mdan bir sloyini hisoblaymiz. Va kraska pultimizni 1 minutda 2,5 litr rasxod qiladi o'rtoqlar. Shunda 1 soatda mana ya'ni 1 soatda 150 litr rasxod qilyapti. Agar kvadraturaga chaqqanda 1 kvadrat metr uchun 450 gram rasxod qilyapti. Shunda 1 soatda 333 metr kvadrat ob'yomni malyar 1 soat yopib beryapti. Buni 9 soatga ko'paytirganimizda mana 9 soatga ko'paytirganimizda 2997 metr kvadrat 9 soat ishlayapti malyar. Shuni 20 mingdan ko'paytirsangiz 59 million 940 ming so'm bir kunda, ya'ni 9 soatda malyar ishlab ko'rsatib beryapti. Agar shunda ham gapimga ishonmayotgan bo'lsanglar, qo'limda valik cho'tka va yonimda kraska pult. Buni sizlarga amalda ko'rsatib beramiz. Oldin kvadraturasini o'lchab olamiz zavolimizni. Shu burchakdan narigi burchakgacha ko'ryapsizlar, 4 metr 60 santimetr chiqyapti. Endi bo'yi. Mana shu agrafdagidan oladigan bo'lsak, bo'yini 2 metr 80 santimetr. Shunda bu davolimizni chiqyapti, kalkulyatorga solganimizda qani nalajena qilib anaqa ham chiqazib beramiz ekranga. 460 ni ko'paytiramiz 280 ga. 1288, ya'ni salkam 13 kvadrat yuzamiz bor ekan. Xuddi shu yuzamizni valikda ham va kraska pultda ham bo'yab ko'rsatib beramiz. Shu yuzamizga kraska pultda hisoblayotganimizda 6 litr kraska rasxod qiladi. 6 litrni biz 2 minut 40 sekundda sepib berishimiz kerak. Instruksiyasida yozilgandek. Ko'ramiz videoni davomiyligida. Davolimizni sepishni boshladik. 517 saplov bilan sekundameriga qo'yib ko'rsatib o'tamiz. 13 kvadrat ob'yomimiz bor. Boshladik. O'rtoqlar ko'rib turibsizlar, 13 kvadrat joyi bizni 1 minut 55 sekundda sepib bo'ldi. Bizga bu rezultat juda ham zo'r hisoblanadi. O'rtoqlar bilsanglar agar ko'k fonning ustidan oq valikda o'tsanglar bu holatga olib bermaydi. Ko'rdinglar? Buni tagidagi fonimiz ko'k edi. O'shaning ustidan oq sepildi. Kraska pultda qanaqa holatda chiqqanini o'zingizlar ko'rdinglar. Просто mana holatni e'tiborga olmaysizlar. Biz obrazes uchun, video uchun qilib beryapmiz o'rtoqlar. Ana endi
ko'k rangi valikda o'tib ko'rsatib beramiz o'rtoqlar. Buni ham sekundameriga qo'yib. Xuddi o'sha kvadratura 13 kvadrat metr. Boshladi. Boshladi o'rtoqlar. Yo'q, oddiy holatda xuddi shundoq uriladi bu narsa. Atidan sekinlashtirayotganim yo'q. Ustalarning o'zi ham ko'pchiligi tushunadi. Bilasizlar, valikda urilayotganda yedirib urish kerak bo'ladi. Обязательно bo'lmasam fakturasi har xil chiqib qoladi. O'shani hisobiga valikda qanaqa ishlansa, kagabi ishni xuddi shunaqa ishlayapman. Atidan valikda cho'zib berayotganim yo'q. Bo'ldi o'rtoqlar, ko'rdinglar rezultatni.
Xo'p, o'rtoqlar, rezultatni ko'rdinglar. 100% 13 kvadrat metr maydonimizni ham g'alikda bo'yab ko'rsatdik. Biz bunga 4 minut 43 sekund sarfladik. Xo'p, farqini o'zingizlar ko'rdinglar. Hamma sonlar bo'yicha keltirib berdik. Hammasini o'zingizlar yana bir bor hisoblab chiqib, o'zingizlarga misol nima desa bo'ladi? O'zingizlarning ishonchingizni komil qilib olsanglar bo'ladi. Bu apparatimizni Oxy 595 Xitoyda zavodda ishlab chiqariladi. Zavod bilan sexi farqiga tushunib olishinglar kerak. To'g'ri, sexi mollari arzonroq yuradi, lekin sizlar pulga tushib qolishinglar mumkin. Aytadi-yu, arzonni osh tatimas deb. Xuddi shunaqa. Sizlar ikkita rasxodga tushmasliginglar uchun asosan o'sha hozir aytib o'tgandek garantiyasi va servisi kafolati bilan beradigan apparatni, misol texnologiyalardan foydalanib shunaqa do'konlardan sotib olsanglar, sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman o'rtoqlar. Yana bir bor qaytaraman. Bundan arzonchi mahsulot olib ishlataman deb baribir cho'nchaginglarning ziyoniga o'zingizlar sababchi bo'lsizlar. O'rtoqlar, foydalaninglar. Oxyprop sizlar bilan birga. Zajigayim.